Zalila qayerdan chiqyapti? Endi kuldirishyapti meni bu yoqda. Qayerda? Tailandda u. Opa, sizdek mard ayollar kamayyapti. Mana bunaqa xezimlar ko'paygandan keyin ayollar mard bo'lishga to'g'ri kelib qoladi-da. Lekin Allohga shukr, bizda ham mujiklar juda ko'p ekan. Ancha-muncha odamlar chiqdi, tarafimni olib, u yoqqa ham odam jo'natishgan. Uje men shunaqa mujiklar borligidan xursandman. Tag'in ham O'zbekistonda ancha-muncha shunaqa mujik insonlar bor ekan. Молодец dedim. Men bunaqa patsanlarga kelsak, shunda tog'am yo jiyanimni nomerini bersam, даже o'shalarning yoniga chiqolmaydin. Men chiqmayman-ku, ayol kishi bo'lib. Tog'am bitta mundoq chertsa uchadi bunaqa patsanlar. Men bitta karillaydi, faqat kommentariyda karillaydi, primoyda karillaydi. Lekin o'zimga kelib hayotda mana misol uchun adminimni nomerlari turibdi, ikkita adminimni nomeri turibdi. Bittasi telefon qilib kelib anaqa qila olmaydi-da, gapira olmaydi. Даже onang deb gapirdim. Borib onangga aytasan bu gapingni deyapman. Yo'q, lekin kela olmaydi. Misol uchun mana ditto deb yozayotgan xezaliklar. Men uchun bular manaqada ayollarga emas, erkaklarga qiziqadigan turidan. Kechirim so'rab chiqqan videosini kutyapmiz. Inshaalloh ozgina kuting. So'raganda ham tiz cho'kib so'raydi. Sizlar bor, sizlar mujiklar bor. Mana men bu nima deydi, hayotda mana shunaqa kuchli erkaklar bor. Bir muslimani tuhmat qilyaptimi, himoya qilib olaman deyapti-da. Ammo bunaqa xezaliklar chiqib olib, "Oka, anu Qashqadaryolik bolaga o'xshab, men bilaydim, siz menga yordam beraysiz aka" deydi. Qani akasi? Mana biz uni o'zi boshqatdan yolg'on guvohlik bergan statiyasini qo'shib yana qaytadan berib yubordik sudga. Ana endi keladi yana anu bola. Chiqdi-ku, meni majburlashdi deb. Hech kim majburlamagan. Akajon, men shu Feruza opaga o'zim video qilib beraman, chaqiringizlar degan. Men bordim. Borsam, opajon, men kechiring deb men shunday o'tirganda ana bola. Men kechiring opajon, nima deb so'kdingiz meni? Desam, men aytolmayman-da, opa, men aytolmayman-da dedi. Nima qilasiz, videoga tushib berasizmi? Nima qilish kerak? Yo javobgarlikka tortaylikmi sizni desak, yo'q, men aytdim, mana akaga aytdim, men videoga tushib beraman dedim dedi. Fazliddin degan bola. Xo'p, tushsangiz dedik, berdik telefonni. Bonu o'rtog'im yurist videoga olyapti-da. Kulgim keldi. Fazliddin, nimaga bunaqa qildingiz? Yo gapirdim. Ha, xo'p dedi. Tugagandan keyin videoga bo'lganimizdan keyin yana nima deyish kerak? Opa, menga ayting, men tushib beraman sizga dedi. Yo'q, bo'ldi, bitta video yetadi bizaga. Bo'ldi, mana men qaytaryapman arizamni. Ota-onangizga telefon qiling, ko'ngillarini to'q qilib qo'ying. Bo'ldi, men qaytarib oldim. Opa, sizga rahmat. Opa, men вообще bilmagandim sizni qanaqaligingizni dedi. Bo'pti. Ketsam, 2 kundan keyin uni videosida turibdi. Aka, men bilaydim, siz menga yordam beraysiz aka deydi. Voy, shunaqa kuldik. Ham nima deydi? Ham kulgili, ham achinarli-da, ko'rsanglar. Qatdan chiqyapti shunaqalar. Biz O'zbekistonimizda bunaqa shaldir-valdirlar bo'lishi g'alati. U Qashqadaryolik yana men misol uchun bilaman, Qashqadaryo, Surxondaryo deganda anu chayir bolalar bo'ladi-yu, ko'pkarlarda, otlarda yuradigan bolalar keladi xayolimga-da. Mujik odamlar keladi xayolimga. Bunaqalar qatdan chiqyapti.
Вообще boru. Qashqadaryoliklarni o'zi taniydiganlar yo'qmi? Boshiga bir uradigan mana shu bolani. Ekran zapis. Ekran zapis zo'r ketyapti. Kimdirlar qilib o'tiribdi ertaga anaqa. Ertaga emas, bugun уже chiqaman lentangda, Jonka ekran zapisda. Boshlaymiz. 200 hozir 800 ta odamdan keyin meni garantim yopiladi. O'zi mana 800 ta odam turibdi. Hammanglar shu shartni bajarsanglar, biz to'xtamay o'ynab boramiz. No, men hozir kamida 4,5 ming odam bilan boshlashim kerak, o'rtoqlar. Kelinglar, men sizlarga lutchi yana shart tushuntiray. Ozgina gaplashib turamiz. 23 ko'ramiz hozir 35 ta aylantirsam kerak generatorni. Tak, yangi kirganlarga tushuntiraman. Feruza Normatova profiliga kirasizlar. Bitta odam turibdi. Shunga kirsanglar, Feruza reklama profili bor. Mana shu yerdagi 99 ta odamga bitta podpiska bosib chiqinglar. 99 taga podpiska bosganinglardan keyin men bu videoga shartni bajardim deb yozasizlar. Bo'ldi. Hozir generatorga ujuman ssilkani olib generatorga odam kirgizishni boshlayman. Tak, nima qilamiz? Bizada 2,5 million qolgan edi. 2,5 qilmaymizda 3 million qilib qolamiz. Qolganini o'ynab bo'lganmiz, istoriyaga qo'yganman. Nima deysizlar? Hozir 3 millionni yana 500 ming qo'shdim deymi? 3 millionni bittada o'ynab yuboramizmi yoki 500 ga bo'lib o'ynaymizmi? Manbili Jasov, oyingga borib aytgan shu gapingni. Xo'pmi? Yoki basharing bilan yoz menga direktdan. Men senga ko'rsataman mana shu yozgan narsangni. Особый o'zingga, basharingga. Davay, bolam. Tak, nima qilamiz? Yozinglar. Hamma tekshirib oldimi? 99 ta chiqyaptimi hammada? Bugun oxirgi kunda, bugun oxirgi kun. Bugun oxirgi kun. Hozir